Hozir sizni Klik olami bilan tanishtiramiz. Siz haqingizdagi ma'lumotlarni davlat xizmatlaridan yuklab oldik. Oila a'zolaringiz, mashinangiz, uyingiz va barcha to'lovlar endi bir yerda. Bu Klik olami. Xush kelibsiz. Haqiqiy hayotdagi hamma narsangiz bu olamda ham aks ettirilgan. Ular bilan bog'liq amallarni bizning olamda ancha qulay va tez amalga oshirishingiz mumkin. Klik olami har doim siz bilan, biz bilan, hozir telefoningizni ichida. Mening ismim Cleo. Vazifam Klik olamida sizga yo'l ko'rsatish, hammasini tushuntirish. Ketdik, shaharni aylantirib kelaman. Nima? Qanaqa ishlaydi? Hammasini ko'rsataman. Aytgancha, ko'z tegmasin. Klik olamida ham ko'rinishingiz zo'r, xuddi real hayotdagidek. Biz shaharning kindigidamiz. Bu Klik olamining yuragi hisoblanadi. Qo'rqmang, yiqilib tushmaysiz. Bu yerda vaqt ham, masofa ham sal boshqacharoq ishlaydi. Real hayotda nima bosh og'rig'ingiz bo'lsa, u bizning olamda bitta klik bilan hal bo'ladi. Bu yerda hammasi sizning qo'lingizda. Nimaga bossangiz, o'sha chiqib keladi. Ko'ryapsizmi? Xuddi chaqmoqdek tez ishlaydi. Tanishing, bu akaxon Hasan, Klik avtoning ambasadori bo'ladi. Qani ketdik. U yerda mashina jinnalari uchun hamma narsa bor. Jigar, mashinangizni olamimizda ko'rdim. Dahshat. Klik avtoda Hasan akangiz bor ekan, siz umuman bezovta qilmasdan hammasini hal qiladi. Parkovka bormi, tonirovka, sug'urtami, hatto ishonchnomani ham QR kod bilan hal qilsa bo'ladi. Xavotirlanma, bolalar ishini birinchi marta qilayotgani yo'q, hammasi profi. Va bu yoqda radar bor ekan-u. Endi uyga salomat deb xat bormasdan yopib borish kerak. Yaxshi ham Klikda 1 minutda xabar keladi. Cleo, jigar, hal qilib shuni. Jigar, endi mashina olmoqchi bo'lsangiz, amakingizni, xolangizni o'g'lini yig'ib bozorga borish shart emas. Eshkallat mashinalarni Klik avtoda topasiz. Narxlarini bemalol solishtirib, test drive'da haydab ko'rib tanlayverasiz. Agar o'zimni toychog'im zo'r desangiz, Klik o'zi unga mos narsalarni taklif qiladi. Sizda tonirovkali qora jentri bo'lsa, siz vapshi betda nima qilasiz, brat? Bu yana nima balo? Hasan, qizishma. Shunchaki Klikdan egasiga xabar yozamiz, yo'limizni ochib beradi. Ketdik. Bizni olam shumul ishlar kutmoqda. Ancha bo'lganmidi bunaqa ko'p daraxt ko'rmaganingizga. Bu bizni yashil meros. Bu yerda hammamiz shunchaki kichik odatlarimizni o'zgartirib, tabiatni asrashga yordamlasha olamiz. Buni to'liq og'aynim Bekzod tushuntirib beradi. Salom, qalaysan? Sen bizga endi qo'shilding. Menimcha xabaring bo'lmasa kerak. Endi Klik bilan tabiatni asrash sen o'ylagandan ko'ra osonroq. Qog'oz cheklardan voz kechamiz, hatto plastik paketlardan ham. Shundan keyin senga ekoballar taqdim etiladi. Bu ekoballar orqali ilovadagi virtual daraxtlaringizni boshqarasiz. Klik esa siz uchun haqiqiy daraxtlarni ekadi. Axir qarz 2 qo'ldan chiqadi. Isming yozilgan taxtacha sening daraxtingga ilib qo'yiladi. Mana shunaqa kichik harakatlarimiz katta o'zgarishlarga olib keladi. Klik bilan nafas olish doim yengilroq, rosa aylanadigan havo bo'lyapti. Lekin bizni Alisher bilan Rushani kutyapti. Assalomu alaykum, xush kelibsiz qo'shni. Uyingiz bizning uyning ro'parasida ekani, bugun birinchilardan bo'lib uning raqamli versiyasini ham biz ko'rdik. Endi siz ham tizimga kirdingiz, tabriklayman. Bizda texnologiyalar o'zi uyni tartibda tutadi, sizga maslahat beradi. Hammasi telefon orqali, birgina klik bilan. Salut! Hammasi mening nazoratim ostida. Mening uyim xizmati kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'zi yig'ib sizga xabar beradi. Aniqrog'i, sizni o'rningizga ishlaydi. Kommunal xizmatlarini to'lab, internetni ham hal qilib qo'ydim. To'g'risini aytsam, bu yildan spursidir, tozalash yoki kichik remont ishlariga vaqt sarflamay qo'ydim. Uy uchun kerak bo'ladigan hamma xizmatlar Klikda bor. Siz yashab bersangiz bo'ldi. Voy. Aytgancha, bayram yoki boshqa muhim kunlar uchun kerak bo'ladigan barcha narsalarni ham mini appda topsa bo'ladi. Aytishadi-ku, kichkina demang bizni.
ko'tarib boramiz sizni. Uydagi ortiqcha yumushlarni klikka topshirdim-u, qutuldim. Endi oilamiz uchun vaqtimiz bemalol. Yuring, ular bilan tanishtiraman. Ha, aytgancha, barcha ma'lumotlarni boshqa foydalanuvchi bilan bo'lishsangiz ham bo'ladi. Zo'ra, masalan, uyni ijaraga berganda boshni qotirib o'tirmaysiz. Qo'shni bormisiz? Keling, bu mening oilam. Klik ilovasining ichidagi xizmat ham shunday nomlanadi. Oiladagi xarajatlarni boshqarib pul tejaydigan servis. Oila a'zolaringizni qo'shib qo'ysangiz, pullarni ularga chuv-chuv 1 so'm komissiyasiz o'tkazaverasiz. Siz ham maza qiling deb aytyapman. Bilsangiz bilarsiz. To'g'risini aytsam, har kunlik yugur-yugurlarda mana shu xizmat zo'r ekan. Mini applarda yaqinlarni sovg'alar bilan xursand qilib tursa bo'ladi. Uni ustiga qadrdonlarni tug'ilgan kunlarini eslatib turar ekan. Menga unaqa qarab-a? Voy! Sani tug'ilgan kuning doim esimda. Aytgancha, meni appda digital bozor aylanishga nima deysiz? Tanishinglar, bu Aziza. Aziza shopping malikasi. Boshqa raqamli avatarlardan ko'ra mini applarning ichidagi ikir-chikirigacha yorvoradi. Menimcha u mini applarning ichida yashasa kerak. Men eng ko'p bo'ladigan joy bu mini applar. Klikning ichidagi kichkina ilovachalar bor-ku. Bu yerda sizga kerak bo'ladigan narsalarni tez va qulay topishingiz mumkin. Bozorga borib, talashib, janjallashib, charchab kun o'tkazish shart emas. Bu yerda meni eng yaxshi ko'rgan qahvaxonam ham bor. Bundan tashqari, gullar va kinoga chiptalar hammasi shu yerda. Nimanidir topa olmadingizmi? Demak, yaxshi qaramagansiz. Tasavvur qiling, shifokorga yozilish ham, kitob sotib olish ham shu yerda. Bularni hammasi mini applarda. Hayotingizni va vaqtingizni qadrlang. Mini app bilan biznes ochib, soqqa qilmoqchi bo'lganlar uchun esa Klikning 20 millionlik auditoriyasi ochiq. Qaysi bozorda 20 million odam ko'rgansiz? Men esa ularning hammasini tug'ilgan kunigacha eslab qolishim kerak. Taksimi? Davlat xizmatlariga ekana? Aynan qaysi biriga? Uzr, taksi xizmati tezligini ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Chunki hamma qog'ozbozliklar endi o'tmishda qoldi. Birgina klik orqali siz hamma ma'lumotlaringiz bilan shu yerga tushdingiz. Bu yildan boshlab davlat xizmatlari ham, yo'l harakat xavfsizlik xizmatlari ham klikda. Haqiqiy ma'noda sizni cho'ntagingizda. Qanaqadir ma'lumotnoma olish bormi, hisoblarni to'lash, boshqa hujjatlar, xullas, hammasi shu yerda. Bitta minusi navbatlar yo'qligi. Hech kim bilan talasha olmaysiz ham. Sizni kun bo'yi mazza qilib aylantirdim. Siz esa men haqimda umuman so'raganingiz ham yo'q. Lekin men baribir aytaman. Umuman olganda men Klikdagi AI assistentman. Odamlarga ilovadagi barcha funksiyalarni tushuntirishga va hayotini osonlashtirishga yordam beraman. To'lovlarni va sizga kerak bo'lgan xizmatlarni o'z zimmamga olib, sizni boshingizni ortiqcha narsalar bilan og'ritmaslikka xizmat qilaman. Bo'pti, men ketdim. Men yana bitta raqamli yangi foydalanuvchi bu olamni ko'rsatishim kerak. Bo'lmasa u kirolmasdan avtorizatsiyada qolib ketdi. Charchamang, birodar. Ha, jigar, ko'rishamiz. Biz tomonlarga kelganingda xabar ber, joy qilamiz-a?